Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Jeffrey Epstein fayllari, ya'ni Jeffrey Epstein haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Jeffrey Epstein kim? Jeffrey Epstein amerikalik milliarder, investitor va pedofil. Jeffrey Epstein haqida hozirgi kunda ko'p videolar, ma'lumotlar ko'rgandirsiz ijtimoiy tarmoqlarda. Uni ko'rib chiqamiz. Jeffrey Epstein aslida kim? Matt Epstein Ko'rib chiqishimiz Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein mana shu shaxs ko'rishingiz mumkin. Amerika pedofil qilgan, o'zi ishda katta elitada, yuqori elitadagi ko'p tanishlar, boshqalar, barcha ma'lumotlar tarqalib ketgan. Buni ma'lumotlarni qanday qilib ko'rsa bo'ladi? Ma'lumotlarni o'zingiz ham YouTube'ga, Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgandirsiz. Unda amerikalik va boshqa siyosiy elitada katta shaxslar, obro'li shaxslar ham boshqa shaxslarni ko'rishingiz mumkin. Jeffrey Epstein ma'lumotlarni qanday topsak bo'ladi? Qiziq, qiziqarliroq, kimgadir qiziq bo'lishi mumkin uning ma'lumotlari, uning rasmlari, boshqalari. Masalan, shu videoda ko'rishingiz mumkin. Tramp, Donald Tramp bilan tushgan video va uning shaxsiy orolidagi uning shaxsiy orolida uyushtirgan bayramlardan bittasi deb o'tsak bo'ladi. Unda bu shaxslarni ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlarni qanday topamiz degan savol bizni qiziqtirib keladi. Buning uchun biz ChatGPTdan foydalanamiz. Masalan, Jeff Epstein haqida nimalar ma'lum? Jeffrey Epstein haqida asosan tasdiqlangan ma'lumotlar bilan va qisqa aniqda Jeffrey Epstein yuqorida aytilgan Amerika Qo'shma Shtatlari moliyachi, investitor, juda boy, ta'sirli tanishlari ko'p bo'lgan shaxs, siyosatchi, biznesmen, mashhurlar bilan tanishligi juda ko'p bo'lgan. Millati yahudiy, aytib o'tishim mumkin. Yahudiy millatiga asosan 2008-yilda juda ko'p yengil jazo orqali sudlangan, lekin aybi tasdiqlanmagan. 2019-yilda esa qayta hibsga olingan va 2019-yil oyining o'zida qamoqxonadan jasad topilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'z joniga qasd qilingan. Unda topishgan. Jeffrey Epstein sud hujjatlari tilga olingan mashhur shaxslardan qisqacha o'tamiz. Brian Andrew, britaniyalik. Bill Clinton, sobiq AQSh prezidenti. Donald Trump, Allen Dershowitz, advokat va Bill Gates, Microsoft kompaniyasi asoschilaridan biri hisoblanadi. Epstein fayllari nima? Sud hujjatlari haqida aytib o'tishim mumkin. Mana fayllar haqida qisqacha. Jeffrey Epsteinning asosiy hujjatlari Amerika ochiqxonalarida tarqalgan. Ba'zi maxfiy hujjatlardan tashqari qolgan hujjatlar ochiq manbalarda ko'rsatib o'tilgan barchasi. Va ochiq manbalarni qayerdan topsa bo'ladi degan savolga, ya'ni Amerika Adliya vazirligi saytini bergan Doge. Bunda kirganmiz. Jeffrey Epsteinga bog'liq ma'lumotlar mana Jeffrey Epsteinga bog'liq ma'lumotlar, bular ketma-ketlikda tarqalgan. Hozir 26-chi ketma-ketlikka turibmiz. Uning uyidagi rasmlar, asosan uyidagi rasmlar tarqalgan. Uning uyi, boshqalar ketma-ketlikda davom ettirsangiz, balki uning rasmlari ham o'zi ham kelishi mumkin. Keyingi ko'rsatiladigan narsa uning yozishmalari. Odatda ko'rishingiz mumkin. Buni ham rasmiy sayt, bu Amerika Adliya vazirligi saytidan ko'rishingiz mumkin. Yo'q, norasmiy saytlardagi ham ma'lumotlar kerak desangiz, unda yana ChatGPTga qaytgan holda
O'shamiz norasmiy manbalardan hozir bitta manbani ko'rib chiqdim man. Chatfiles.org ga kiringan. Mana bu chatfiles.org kiriladi. Mana shunday interfeysga ega sayt oldingizdan chiqadi. Bunda yozasiz. Bunda ham ko'rishingiz mumkin, yuqorida Dojani Amerika Adliya vazirligi fayllarga asoslangan norasmiy manba bo'lib Jeffrey Epstein yozuvini kiritgan holda enter tugmasini bosamiz va uning fayllarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham davomiylik 50 ta sahifadan iborat. 50 sahifa davomiy hujjatlari. Masalan, birinchi sahifadan mana shu dokumentni ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana yozishmalar ana ko'rishingiz mumkin. Kattalashtirilgan holda ko'rib chiqamiz. Nom, sana, vaqt, boshqalari sayt linki New York hujjatlar ko'rishingiz mumkin. Keyingi masalan fayllarga o'tishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunday yozishmalar, buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgandirsiz. Asosiy yozishmalar shularni to'g'ridan iborat. Yana sun'iy intellekt ChatGPTga qaytgan holda boshqa manbalarni ham qidirib ko'ramiz. Masalan, mana bu manbani ko'rib ko'ramiz. Bunda ham xatolik ko'rsatyapti bizda. Keyingi sayt ko'rib chiqamiz. Ham hozir ko'rishingiz mumkin. Epstein Files, yana Epstein fayllari sozlanmoqda. Sozlanguncha keyingi saytni ham ko'rishingiz mumkin. Bu sayt mana Epsteinning boshqa fayllari, masalan, megabaytlarga yuklab olishingiz mumkin. Bemalol yuklab olib, tahlil qilishingiz mumkin. Ziplangan fayl 1.3 giga zip barchasi ziplangan fayl. Masalan, kichikroq hajmdagi faylni tanlaymiz. Masalan, 54 gigabaytli fayl tanlaymiz. Data zip 6 fayllarga kiramiz va ekstra fayllarni ochish fayllar ochilishi kerak edi. Ochilgan fayllar qayerda? Extract yo'q, bu emas. Extract mana fayllar ochilgan. Mana fayllarni ichingiz ko'rishingiz mumkin. Nimalar chiqibdi? Data, shifrlangan ma'lumotlar, images, mana rasmlar, barchasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ma'lumotlarni agar kimni tahlil qilmoqchi bo'lsa, bemalol tahlil qilib ko'rishi mumkin. Agar ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, bemalol tahlil qilib ko'rishi mumkin. Fayllar ketmaga 32 sahifadan iborat. Asosiy maxfiylangan ismlar va boshqalar qora chiziq bilan qo'yilgan. Bu ma'lumotlar barchasi Amerika Adliya vazirligi tomonidan ochiq manbaga chiqarilgan. Chunki Jeffrey Epstein sud jarayonidan keyin pedofillar Amerika xalqining noroziliklari, boshqalarni biz ma'lumotlar bilishimiz kerak degan ma'lumotlar orqali taxlangan bu 56 sahifali ma'lumot ekan. Oxirgi ma'lumotlar mana barchasi. Keyin aytib o'tishimiz kerak, Jeffrey Epstein va samarqandlik qiz o'rtasidagi ham yozishmalar mavjud. Bunda Daryo axborot kanali, YouTube'da Daryo axborot kanali alohida post joylagan Epstein va samarqandlik qiz to'g'risida. Buni ham ko'rib chiqishingizni maslahat beramiz. Mana bunaqa fayllardan juda ko'p. Barchasini tahlil qilib, bemalol tahlil qilib chiqishingiz mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Bundan chiqamiz. Qolgan fayllarni ham shunday topamiz. Asosiy mana ChatGPTdan so'ragan ma'lumotlar, qolganlarni ham xuddi shunday ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bunda ham asosiy Amerika Adliya vazirligi saytiga jo'natildi.
Epsteinni o'zini rasmini ko'rib chiqamiz. Jozef Epstein qidiruvga beramiz. O'zini rasmlarini ham qisqacha ko'rishingiz mumkin. Images bo'limiga o'tamiz. Jozef Epstein mana shaxs hisoblanadi. Ma'lumotlari ochiqlangan ma'lumotlar, Adliya vazirligi, sudlanganlik, boshqa barcha ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi ma'lumotlarning barchasi qoralangan, ya'ni ma'lumotlar, kerakli ma'lumot qoralanib qo'yilgan. Yozmalar, boshqalar barchasi Jeffrey Epstein yuqorida aytilgan Daryo ko'rsatuvidagi O'zbekiston Jeffrey Epstein va samarqandlik qiz to'g'risidagi video ham ko'rishingiz mumkin. Va qizi Epstein va samarqandlik qiz mana Daryo axborot tarmog'i kanali va Zamon informatsion ko'rsatuvida ham bu haqida aytib o'tishgan. Bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda sizni qiziqtirgan savollar yoki boshqalar savollaringizni qoldirsangiz, ularga ham javob berib o'tamiz. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Like va obuna tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Bundanda qiziqarliroq videolar bizni kanalni kuzatib borishingizni so'rab qolamiz.